Ahli qishloqining yuradigan kuni bo'libdi. Voy, mana shu yerlarga yurishim kerak, aylanib yurishim kerak. Qayerda uy bor ekan, mana shu yerga kiraman xullas. Kim bor? Voy, kim bor? Menga uy kerak. Hozir manyak? Ha, men manyakman. Xullas uy kerak, uy. Sen mani uyimga nima kiryapsan, hoy ahmoq, chiq. Bo'ldi, bir kun turayman. Va nima bo'lyapti o'zi? Bu yerda manyak ko'chib kelibdi. Qanaqa manyak? Eshitmadim. Berdim so'rab o'tirish kerak yo'q. Bu eshikka chiqmaydi. Baribir boshqa kishidan so'rasam ham bo'laveradi. Nima bo'ldi o'zi? Manyak kelgan ekan, Jo'xani uyiga kirib olibdi. Ha, unda mayli, u odatiy holat-ku. Har doim ham uy yo'qliklar kelaveradi va hello do'stlar, sizlar men Jaka MK va qaysidir kanalda ko'rishib turibmiz va videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bundan keyin videolar juda ham ajoyib chiqadi va men nima bo'lyapti? Nima qilyapsan? Nima qilayotganing bu? Hech narsa qilayotganim yo'q. Bu yerda net o'tiribsan. Qandaydir net o'tirgan ekan. Mayli. Mana shuni yopib qo'ysam bo'ldi va merjonlar yaxshimisiz? Ha, yaxshi bo'ladi. Xullas qanaqangidir manyak kelgan ekan. Ha, eshitmadingmi? Jo'xaniga kirib olgan ekan. Ha, unda boranchi Chiqarib yubor. bo'ldi, unda chiqarib yuborishga harakat qilaman va borib bir harakat qilishga, ya'ni xullas chiqaraman desam ham bo'laveradi, chunki chiqarish qo'limdan keladi. Agar tortish bo'lsa, yig'laversa, lekin bilmadim. Yig'laversa, menga havola emas. Jo'xani o'zi chiqarib yuboraveradi va aytgancha, men shu yerdan yangi uy qurib olgan edim va juda ham ajoyib uy bo'ldi va ishlari ajoyib. Endi bu uyimni salgina ta'mirlash ishlari qolib ketgan. Sekin ta'mirlashga harakat qilaman va eshikni ochayinchi, ajoyib va belar juda ham ajoyib qurdirtirdim. Lekin anchagina zararga tushdim. Xolodilniklari ham bor va hamma taraf komfort. Jo'xaning uyidan ham zo'r qurilgan va endi bu yerlarni qarasam ham bo'laveradi va bu yerda obzor va juda ajoyib xullas qurilgan va men bir Jo'xani oldiga borsam ham bo'laveradi. Jo'xa shu yerda bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim, unga ham farqi yo'q. Ba'zi paytlarda shaharga ketadi, zeriksa, ba'zi paytlarda esa qishloqda bo'ladi. Farqi yo'q. Men shu yerdan tovib olsam kerak, Jo'xa shu yerda bo'lsa kerak. Nima qilyapsan, Jo'xa? Mana yangi mehmon bilan o'tirgandim. Nima? Sen kimsan? Tegma, mayli bunga turaversin, shu yerda uxlaydi endi bir ikki kun. Nimasidir nitoda uni qarashi? Nimasi nito, bilmayman, qanaqadir manyakka o'xshayapti. Unda men ketdim, aniqlab kelayinchi. Chindan ham nimasidir nitoga o'xshadi. Chunki u manyak qandaydir notanishda, baribir notanishda. Biror narsa qilish ham mumkin. Ehtiyot bo'linglar, lekin u juda yomon. Men ham bilib turibman, ko'zimga yomon tuyuldi, lekin uni chiqarib bo'lmaydi. O'ziga chiqarish u baribir befoyda. U yomonga o'xshamadi, lekin menga farqi yo'q. Men shularni ko'chirib olib borsam yaxshi bo'ladi va uylarimni ta'mirlab olishim kerak. Uni ko'chirib olib bo'lmas ekan. Birorta qishloqinikini tunab olaman. Ha, birorta qishloqinikini olib olaman. Yaxshi, ajoyib borib birorta qishloqinikini olishim kerak va bularni joylashtirib olaman va menimcha mana shu yerdagi bitta qishloqniki bo'sh turgan bo'lsa kerak. Men u manyakka bitta uy qurib beramanmikan deyman-da, chunki uy qurib nima qilaman, o'zimning uyimni berib yuboraman. Farqi yo'q, men shu narsalarni olib borib joylashtirish kerak va yangi uy bo'ladi va lekin mendan ko'ra unga mazza bo'ladi. Chunki u har taraflama yutgan bo'ladi. Men o'zim mayda uychaga yasayotgan bo'lsam, shunga endi ko'chaman degan vaqtda bu manyak kelgan juda yomon bo'ldi. Farqi yo'q. Ko'chmaymanmikan, ko'chamanmikan, farqi yo'q. Birga uxlaymizmi? Bilmadim-da, lekin ko'ramiz. Unga ham uy yasab beramanmikan yoki birga yotsa, u men bilan yotsa naq bir kunda o'zida o'ladimikan, biror narsa bo'ladi. Farqi yo'q. Boshqa uyda, ya'ni boshqa xonasiga qilib beramanmikan? Bir ikki kun chidasa, keyin qochib ketaman yoki bilmadim-da. Ketish niyati ham yo'qmi deyman-da. Bu qishloqqa ko'chib kelgan sababi bilmadim. Menga farqi yo'q. Nima bo'lsa bo'ladi va bu eshikni bitta shu buzib turgan ekan. Bitta blok, menga farqi yo'q. Tursa, keyin o'zim ta'mirlab olaman va Jo'xaga xabar berishim kerak. Endi Jo'xaga aytib qo'ysam ham bo'laveradi. Shuncha uy bor, lekin bitta ham xona bermagan, ya'ni menga farqi yo'q. Bitta xona berishga beraman.
eski xonani berib yuboramanmikan yoki eski uyimni berib yuboramanmikan nimadir bo'lyapti. What the? Nima bu? Bu manyak yotibdimi Jo'xaning joyida? Bu qanaqasiga? Jo'xan haydab yubormasa-ku yaxshi bo'lardi. Nu farqi yo'q. Men Jo'xan qayergaligini aniqlab yuboring. Mayli, hozir aniqlayman. Eshikka borchi? Xo'p, hozir. Nima gap bo'lyapti, Jo'xan? Mana menga bitta uy qurish kerak, bu yerga yashamayman deyapti boshqa. Yo'q, nimaga bunday o'zgarib qoldi? Bilmasam yashamayman deyapti. Bitta uy qurib bergan, menimcha uyim yo'qmay qoldi bunga. Mayli, unda qidirib ko'raman uyni. Davay, tezroq qurish kerak. Mayli. Bo'pti. Unda uy qidiramizmikan? Nu farqi yo'q. Qidirib ko'raman yoki o'zimning uyimni beramanmikan? Shu eski uyni beraman. Eski uyni ham remont qilish kerak-da. Eski uy ham eskirib yotibdi. Nu mana shu yerga qo'yib qo'yayin biratan. Mana shu yerda 2 kishi bo'lib uxlashlar. Azoblash xizmati bo'ladi. Nu mayli. Ajoyib. Endi men ishimni ko'raversam ham bo'laveradi. Rahmat, do'stim kelaman deganda shuning uchun o'zi qidirib yurgandim. Yaxshi. Do'st kelaman degan bo'lsa, yaxshi mana. Bitta foydam tegdi. Bitta qishloqqa bo'lsa ham, bitta qishloqqa o'rib ketish ham mumkin. Menga farqi yo'q. Eshikni ochamiz va merni oldiga borishim kerak. Mer yaxshimisiz, xullas, ana turmayman deyotgan ekan. O'zing bilasan, xohlas boshqa uyga joylashtirasan, nima qilsang qil, o'zing bilasan. O'zingga havola, baribir problema emas. Borib problemangni boshqa joyga hal qil. Unda mayli, o'zim problemamni boshqa joyda hal qilaman. Nima qilsam ham chiqaraveraman. Nima qilsang qil, o'zing bilasan. O'zingga havola. Bo'ldi, unda ketdim, короче. Va buni chiqaravermasak bo'lmaydi. Jo'xaning ham asabini buzdi. Bitta to'shakda qanaqa qilib uxlayotgan bo'lsa kerak. Bilmadim. Navbat bilan uxlayotgan bo'lsa kerak. Bittasi tushadi va bittasi uxlab bo'lgandan keyin bittasi yana tushadi va bittasi uxlab bo'ladi va bilmadim. Mana shu uyni oldiga qo'yib qo'yayinchi, mana shu mashinani. Juda neto turgan ekan va mana shu mashinani uyni oldiga qo'yib qo'ysam juda ajoyib turadi. Va mana ajoyib. Endi sekingina orqa-roqqa haydab qo'ysam turadi. Ana endi dahshat. Va endi bu uyni topish kerak. Qanaqa uy kerak ekan unda? Bunga katta uy kerakmi deyman-da, chunki boshqa qishloqlardan so'ramay, aynan shu Jo'xadan so'ragan ekan. Men mazza qilib salgina televizor ko'rishim kerak. Televizorni ko'chirib o'zi charchab qoldim. Anchagina ishlarim bitdi, lekin charchab qoldim. Men xullas nima qilsam qilaveraymi? Mayli, o'zing bilasan, o'zingni problemang dedim-ku. Mayli, unda mana qidirishni boshladim uyni va joylashtirib qo'yaman. Mayli. Unda ajoyib. Qayerdan sotilayotgan uy bor ekan? Shuni pul bilan yopib yuborayammikan? Pul bilan olib borsam keyin qutulardim. Bu nima bo'lyapti? Bo'ldi, hech kim yo'q. Nimadir bo'ldimi deyman-da. Nima bo'lyapti? Manyak jiddiy. Hamma narsani sani uyushtirdingmi? Mani emas. Baribir qochib ketyapti. To'xta yaramas, to'xta, mana ushladim-ku. Men hech narsaga tilim yo'q. Tiling yo'qligini ko'rdim, o'zing borsan. Yo'q. Noto'g'ri yo'lda o'ylayapsan. Ya'ni noto'g'ri o'ylashing u neto. Xullas bo'ldi. Короче, boshqa problema yo'q. Va buni o'ldirib yuborish kerak. Bitta miltiq topishim kerak. Va buni o'ldirib yuboraman va bu la'natini bitta miltiq bilan o'ldirib yubormasam bo'lmayapti. O'zi mana shu katta problemam mana shu boshlab yurgan bo'lsa kerak. Chunki bundan hamma narsa qo'ldan keladi va menga mana shular kerak bo'ladi. Xullas o'zimning ishlarimni ko'rib olay, keyin shuni o'ldirib yuboraman. Biror narsa qilmasin tag'in Jo'xaga biror narsa qilsa, lekin juda yomon bo'ladi. Va mana shu yerga polz ekinlari pishib turgan ekan. Mana shu polz ekinlarini keyin olaman. Tursinchi, hozir olaman deb o'ylagan bo'lsalaring atashasizlar. Men mana bu keyingi polz ekinlarini olishim kerak. Bular aniq pishib turibdi va bularni olish kerak. Juda problema ko'p bo'lib ketgan hozirda. Bu problemalarni yengish usuli mana shu bilan shug'ullanib turish. Hamma asabni yaxshilatgan narsa mana shu. Xullas, mana shularni yig'ishtirib olsam bo'ldi. Ana endi ajoyib. Endi menda pul bo'ladi va pul hamma narsa problemalarni yo'q qilib yuboradi va bu problemalardan qutulishim kerak. Bunaqa ishlar jonga tegib ketdi. Shahar ketaymikan? Shahar ketsam bunaqa foyda bo'lmaydi, lekin bunaqa foyda shaharda ham bo'lishi mumkin, lekin baribir shaharga ko'nikish qiyin, chunki shaharda pullar juda ham katta ketib qoladi. Shuning uchun shaharga ketmay turaman va
omadim kelsa agar pulim ko'payib ketsa shahar ketish ehtimolim ham bor. Ya'ni bitta shahardan ham uy olishim mumkin. Men mana shularni ham sotib qo'yasiz. O'zi men sotuvchimanmi? Nima buncha qilasan? Asabni o'zim ketdik. Xullas bor yo'qol. Mayli, men ketdim короче. O'zimning ishlarimni ko'raman. Ana manyak jitelni haydayveraman, men birorta ishlarimni ko'raman. Shunaqa qil. Bo'ldi unda eshikni yopib qo'yayin. Tezroq borib bu manyak jitelni haydayversam ham bo'laveradi. O'zi ancha ishlarim bitib qoldi va endi shunga anchagina vaqt ajrataman va 1 soat 2 soat vaqtim yetaveradi va u manyak jitelni haydayversak ham bo'laveradi. Aytgancha Jo'xaning narsalarini ko'p ishlatgan ekanman. Shu narsalarni joylashtirib qo'yishim kerak. O'zi shu narsalar bu joylashtirmasam ham bo'lmaydi. Men shuni aytgancha bexda joylashtirishim kerak edi. Tezroq yetib kel, Jo'xa o'zing uyingda Jo'xani o'ldirmoqchi ekan. Tezroq borgin. Tezroq bor. Mana boryapman. Nima bo'ldi ekan uyimdan borib tekshiraychi nima bo'ldi. Jo'xa qayerda ekan, nima bo'lyapti? Tushunmay qoldim. Yaxshi. Yaxshi ham o'ldirding Jo'xa, o'zi menga hujum qilmoqchi bo'lib turgandi, bu yaramas. Aha, nima bo'ldi o'zi? Men o'yinni ko'rishga kelgandim, keyin u menga hujum qilib ketdi. O'ldirganim yaxshi bo'libdi. Hali ham meni uyimga kelgani yaxshi bo'lgan ekan. Senga rahmat katta. Rahmat, arzimaydi. Bo'ldi endi. Men jonim qutqarib qolding, rahmat. Endi men ketsam ham bo'ladi unda. Mayli. Bo'pti unda. Hozir ishlarim bor. O'sha ishlarni qilib olishim kerak. Agar yordam kerak bo'lsa chaqiraman seni. Mayli. Bo'pti, mayli, men ketdim unda. Yaxshi o'tir. Mayli. Cho'tki qilibsan-ku mana bu uyni. Endi bu yerda manyak yashaydimi? Yo'q, o'zim yashayman. O'zingga qurganmisan? O'zimga qurgandim. Вообще takoy chiqibdi, lekin menga juda ham yo'qdi. Bizga ham shunaqa uylar nasib qilsin, lekin. Qurib beraman. Qachon qurasan endi? Qurib beraman-da vaqtim bo'lsa. Bo'pti, unda men ketdim. Mayli. Jo'xaga ham ko'rsatib yubordim. Ajoyib kunlar bo'ldi va nima bo'ldi qishloqqa? Qutulgan bo'lsalaring shukr qilinglar. Manyak jiteldan. Qutuldik. Xullas do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Kanalga obuna bo'ling. Jo'xa qolib ketaverdi.